Ko'pchilik insonlar chumollarga qiziqmaydi va ularga uncha e'tibor berishmaydi, lekin aslida hamma sirlar chumollarda. Chumollar oddiy hasharot deb o'ylaysizmi? Unda siz hali ularning haqiqiy kuchini bilmaysiz. Bugun sizni hayratga soladigan faktlarni bilib olasiz. Chumollar nihoyatda kuchli. Ular o'z vaznidan 20-50 barobar og'ir yuk ko'tara oladi. Qirolicha chumoli esa 30 yilgacha yashashi mumkin. Bu hasharotlar orasida juda katta ko'rsatkich. Chumolning ikkita oshqozoni bor. Biri o'zi uchun, ikkinchisi boshqa chumollar bilan ovqat ulashish uchun. Ular hatto sut sigirlariga o'xshash tizimga ega. Shira hasharotlarni himoya qilib, ularning shira suyuqliklaridan oziqlanishadi. Agarda bu multfilmni ko'rganlar bo'lsa, ular buni juda yaxshi bilishadi. Chumollar o'pkasiz yashaydi. Ular nafasni tanasidagi juda kichik teshikchalar orqali oladi. Dunyoda 12 mingdan ortiq chumoli turi bor va ularning umumiy vazni juda katta miqdorni tashkil qiladi. Va eng qiziq fakt, chumollar kichkina bo'lgani uchun juda kuchli. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ular kichkina bo'lgani uchun juda kuchli. Lekin mana eng muhim haqiqatni eshiting. Chumollar xuddi boshqa hasharotlar kabi faqat o'zining kichik o'lchami tufayli kuchli. Agar chumolni milliard marta kattalashtirsak, uning kuchi faqat million marta ortadi. Natijada u umuman harakat qila olmaydi. Hatto yuk ko'tarish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ya'ni kattalashgan chumoli aslida kuchsiz bo'ladi. Ya'ni agar chumolni milliard marta kattalashtirsak, uning kuchi faqatgina million marta ortadi. U umuman harakat qila olmaydi. Yuk ko'tarish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Demak, chumolning vazni yoki o'lchami qancha kattalashsa, uning kuchi shuncha kamayadi. Demak, chumollarning siri ularning kichikligida. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda yana hayratlanarli faktlar bilan qaytamiz.